Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bu penoblokka qum suvoq qilsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi degan video tanlovda mana bu natijasi 3 kun bo'ldi. Hop, birinchi holati gruntовкani o'zi bilan suvarilgan holati. Ko'p aksar qum suvoqchilarimiz shu holatda suvashadi. Ikkinchisi gruntовка bir kafilnikilar tortilgan holatida suvashadi. Uchinchisi gruntовка berib setga qadalgan holati. Hop. Xulosa shuki, pena blogi bilan qum suvoq chiqisha olmaydi. Pena blogini qum suvoq qilishlik xato. Sababi bizni qum suvoqchilarimizni aldab qo'yayotgan holat shuki, mana shu turishligi yillar davomida turaveradi deb o'ylashadi. Bu xato fikr. Rosa bossa bu 5 yilga turib beradi. Undan keyin poqqillab tushib ketadi. Ortiqcha rasxod hisoblanadi. Buni o'sha pena blogini qum suvoq qilmoqchi bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Mana gruntовка berib suvalgan holatini o'zi ajrashni boshlagan mana. Faqat o'zi mana bu yerda ikkitasi turibdi, 3 kun bo'ldi xolos bunga ham.